bugun men bank kartasi ishlatadigan uy, kvartira, yer uchastkasi, do'kon, ombor yoki boshqa ko'chmas mulki bor har bir odamga tegishli juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap shunchaki yangi qog'ozbozlik haqida emas. Gap pulingiz qayerdan kelgani, kartangizga tushayotgan o'tkazmalar qanday ko'rinayotgani, ko'chmas mulkingiz kimning nomida ekani va ertaga soliq, bank yoki boshqa nazorat organlari savol berganda siz o'zingizni qanday himoya qilishingiz haqida ketmoqda. Men bu mavzuni imkon qadar oddiy tilda, lekin ekspert sifatida aniq qilib tushuntiraman. Chunki ko'pchilik odamlar men oddiy fuqaroman, menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Aslida esa kartadan karta o'tkazmalari ijaraga berilgan uylar, nomiga rasmiylashtirilgan mulklar, qarindoshlar o'rtasidagi pul aylanishi va katta xaridlar bugun ancha jiddiy tekshiriladigan sohaga aylanmoqda. Agar sizda bank kartasi bo'lsa yoki ko'chmas mulkingiz bo'lsa, bu video siz uchun. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki men amaliy qadamlarni ham aytaman. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik odamlar bank kartasiga pul tutsa, uni oddiy shaxsiy pul deb qabul qilardi. Masalan, qarindoshi pul yubordi, mijoz to'lov qildi, ijarachi oylik ijara pulini tashladi, tanishi qarzini qaytardi yoki kimdir mening nomimdan olib qo'y deb katta summa o'tkazdi. Ko'p hollarda bunday o'tkazmalar bo'yicha hech kim darhol savol bermasdi. Odamlar ham pulning izohi, shartnoma, tilxat, ijara kelishuvi yoki sotuv hujjatini saqlashga odatlanmagan edi. Ko'chmas mulk bo'yicha ham shunga o'xshash holat bor edi. Uy birovning nomida, lekin aslida boshqa odam ishlatadi. Kvartira ijaraga beriladi, lekin ijara shartnomasi rasmiylashtirilmaydi. Yer uchastkasida qurilish qilinadi, lekin hujjatlar oxirigacha tartibga keltirilmaydi. Ota-ona farzand nomiga uy olib beradi, farzand esa pul qayerdan kelganini tushuntira olmaydi. Bularning hammasi oldin oilaviy masala deb qaralgan bo'lishi mumkin. Hozir esa moliyaviy intizom, raqamli nazorat, soliq bazalari va bank ma'lumotlari bir-biriga yaqinlashgani sababli savollar ko'paymoqda. Nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shuki, pul harakati va mulk egaligi endi alohida emas, bir butun manzara sifatida ko'riladi. Ya'ni bank kartasiga muntazam pul tushyaptimi? Ko'p odamdan tez o'tkazma kelyaptimi? Bir oyda bir necha marta katta summa aylanyaptimi? Shu bilan bir vaqtda odam qimmatbaho mulk sotib olyaptimi? Yoki ijaradan daromad olyaptimi? Bularning hammasi e'tibor tortishi mumkin. Bu degani har bir odam aybdor degani emas. Lekin sizda izoh, hujjat va mantiqiy tushuntirish bo'lishi kerak. Men eng muhim fikrni boshda aytaman. Qonuniy puldan qo'rqish kerak emas, lekin hujjatsiz puldan ehtiyot bo'lish kerak. Agar sizning daromadingiz rasmiy bo'lsa, shartnomalaringiz bo'lsa, bank o'tkazmalarida izohlar to'g'ri yozilgan bo'lsa, mulk hujjatlari joyida bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Muammo odatda pul bor, lekin uning kelib chiqishi tushuntirilmagan joyda paydo bo'ladi. Endi kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi guruh kartasiga doimiy ravishda turli odamlardan pul tushadiganlar. Masalan, sizning kartangizga oy davomida o'timta, 50 ta yoki 100 ta odamdan pul tushadi. Har biri 5 ming, 100 ming, 300 ming so'm bo'lishi mumkin. Alohida qaraganda summa kichik, lekin oy oxirida jami 10 million, 20 million yoki undan ham ko'p bo'lib qoladi. Agar bu pul savdo, xizmat, buyurtma, onlayn biznes, dars, ijara yoki vositachilikdan kelayotgan bo'lsa, u shaxsiy yordam emas, daromad sifatida ko'rilishi mumkin. Misol keltiraman. Bir ayol uyda shirinlik pishirib sotadi. Mijozlar pulni uning shaxsiy kartasiga tashlaydi. Kuniga 10 ta buyurtma bo'lsa, har biri 800 ming so'mdan, bir kunda 800 ming so'm aylanadi. Oyga 20 ish kuni bo'lsa, 16 million so'm tushum bo'ladi. Ayol men kichik ish qilyapman deb o'ylaydi. Lekin bank va soliq nuqtai nazaridan bu muntazam faoliyat belgisi bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l faoliyatni rasmiylashtirish, to'lov izohlarini tartibga solish va xarajatlarni ham ajratib yuritishdir. Ikkinchi guruh, kartasini boshqa odamlar uchun ishlatib beradiganlar. Bu juda xavfli odat. Masalan, tanishingiz kartam ishlamayapti. Pulni senga tashlashsin, sen menga naqd qilib berasan deydi. Yoki qarindoshingiz mening hisobim bloklangan, vaqtincha sening kartangdan foydalanib turay deydi. Lekin kartaga tushgan pul sizning moliyaviy tarixingizda qoladi. Ertaga savol berilsa, pul sizniki emasligini isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, kartangizga bir oyda ertaga million so'm tushdi.
va siz shu kuni yoki keyingi kuni uni boshqa odamga o'tkazdingiz yoki naqd qildingiz. Siz bu mening pulim emas edi deysiz. Lekin rasmiy tizimda pul sizning kartangizga kirgan. Siz undan foydalangansiz. Agar u pulning manbasi shubhali bo'lsa yoki u savdo daromadi bo'lsa, savol birinchi navbatda sizga keladi. Shuning uchun men doim aytaman, o'z kartangizni ijaraga bermang. Boshqa odamning pulini o'zingizning hisobingizdan aylantirmang. Ayniqsa katta summalarda bunday qilmang. 3-guruh ko'chmas mulk egalari. Agar siz kvartira, uy, hovli, noturar joy yoki yer uchastkasiga ega bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Mulkingiz kadastrda to'g'ri ko'rsatilganmi? Egalik huquqi aniqmi? Ulushlar to'g'ri yozilganmi? Mulkdan foydalanish maqsadi hujjatda qanday ko'rsatilgan? Bularning hammasi muhim. Chunki ko'chmas mulk oddiy buyum emas. U katta qiymatga ega aktiv va u orqali daromad olinishi mumkin. Ijaraga berish masalasini alohida aytaman. Ko'pchilik kvartirani ijaraga beradi, lekin o'zaro kelishdik. Shartnoma shart emas deydi. Ijarachi har oy karta orqali 3 million so'm yuboradi. Bir yil davomida 36 million so'm tushadi. Agar bu muntazam tushum bo'lsa, u daromad sifatida ko'riladi. Siz bu ijara emas. Tanishim yordam berdi deb aytishingiz mumkin. Lekin har oy bir xil sanada bir xil summa tushsa, bu tushuntirish ishonarsiz ko'rinadi. Eng yaxshi yo'l ijara shartnomasini rasmiylashtirish. Soliq majburiyatini aniqlash va to'lov izohiga ijara to'lov deb yozdirishdir. 4-guruh katta xarid qilayotganlar. Masalan, rasmiy oyligingiz 1 million so'm, lekin bir yil ichida 800 million so'mlik uy sotib oldingiz. Bu avtomatik ravishda ayb degani emas. Balki ota-onangiz yordam bergandir. Eski uyni sotgandirsiz, qarz olgandirsiz, meros tushgandir yoki ko'p yillik jamg'arma bo'lgandir. Lekin bularning har biri hujjat bilan tushuntirilishi kerak. Eski uy sotilgan bo'lsa, oldi-sotdi shartnomasi bo'lsin. Qarz bo'lsa, tilxat yoki notarial shartnoma bo'lsin. Ota-ona bergan bo'lsa, hadya yoki boshqa qonuniy asos tutuvchi hujjat bo'lsin. Men oddiy misol aytaman. Bir yigit yangi kvartira oldi. Pulning 300 million so'mini otasi berdi, 200 million so'mini akasi chetdan yubordi. 5 million so'mini o'zi yig'di. Agar hammasi naqd berilgan va hech qanday hujjat yo'q bo'lsa, keyin tushuntirish qiyin bo'ladi. Agar bank o'tkazmalari bor, izohlarda uy xaridi uchun yordam, qarz, hadya kabi mazmun ko'rsatilgan, kerakli joyda shartnoma tuzilgan bo'lsa, vaziyat ancha ravshan bo'ladi. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning kartangizga faqat oylik maoshingiz tushsa, ba'zan yaqin qarindoshingizdan kichik yordam kelsa, mulkingiz o'z nomingizda va hujjatlar joyida bo'lsa, sizda doimiy tushuntirib bo'lmaydigan katta pul aylanishi bo'lmasa, xavotir darajasi pastroq. Lekin baribir hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Chunki muammo ko'pincha katta firibgarlikdan emas, oddiy e'tiborsizlikdan kelib chiqadi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan holatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Qarindoshdan kelgan pul har doim ham muammosiz deb hisoblanmaydi. Albatta, ota-ona farzandiga, farzand ota-onasiga aka-uka bir-biriga yordam berishi tabiiy. Lekin agar bu yordam juda katta summa bo'lsa yoki doimiy takrorlansa, savol tug'ilishi mumkin. Masalan, har oy 15 million so'm yordam deb tushsa, aslida bu ijara, ish haqi, savdo tushumi yoki boshqa daromad emasligini ko'rsatish kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, izohsiz o'tkazmalar. Bank ilovasida pul yuborayotganda ko'pchilik hech narsa yozmay yoki salom ol, pul aka deb yozadi. Bu oddiy ko'rinadi, lekin keyin hujjat sifatida ko'rsatishda foydasi kam. Agar pul qarz bo'lsa, qarz qaytarish deb yozish kerak. Agar ijara bo'lsa, 2025 yil yanvar oyi ijara to'lovi deb yozish kerak. Agar mahsulot uchun bo'lsa, faoliyat rasmiy bo'lishi va izoh mos bo'lishi kerak. Izoh pulning huquqiy tabiatini to'liq hal qilmaydi, lekin keyingi tushuntirishda katta yordam beradi. 3-nozik jihat, naqd pul. Ko'pchilik naqd bo'lsa, hech kim bilmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri va xavfli fikr. Chunki katta xaridlar, ayniqsa ko'chmas mulk oldi-sotdisi, kadastr, notarius, bank yoki boshqa rasmiy jarayonlardan o'tadi. Siz naqd pulni qayerdan olganingizni baribir tushuntirishingiz kerak bo'lishi mumkin. Naqd pulni ham qonuniy manba bilan bog'laydigan hujjatlar bo'lishi kerak. Oldingi sotuv, jamg'arma, qarz, hadya, meros, dividend, tadbirkorlik daromadi yoki boshqa asos. 4-nozik jihat, nomiga rasmiylashtirish. Ba'zan odamlar mol-mulkni boshqa birov nomiga yozdiradi. Masalan, er-xotin nomiga, ota farzandi nomiga, tadbirkor qarindoshi nomiga.
Buning o'z sabablari bo'lishi mumkin. Lekin huquqiy jihatdan mulk kimning nomida bo'lsa, asosiy egasi o'sha hisoblanadi. Keyin nizo chiqsa, aslida meniki edi deyish qiyin. Bundan tashqari, mulk nomida turgan odamning daromadiga nisbatan mulk qiymati juda katta bo'lsa, savollar paydo bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat ijarachi bilan og'zaki kelishuv. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Uy egasi shartnoma qilmaydi, ijarachi esa keyin to'lovni kechiktiradi. Kommunal qarz qoldiradi yoki uydan chiqmaydi. Rasmiy shartnoma yo'q bo'lgani uchun uy egasi o'z huquqini himoya qilishda qiynaladi. Bundan tashqari karta orqali kelgan pul ham tushuntirilishi kerak bo'ladi. Shartnoma bu faqat soliq uchun emas, balki uy egasining o'z xavfsizligi uchun ham kerak. 6-nozik jihat. Kichik biznesni shaxsiy karta orqali yuritish. Internet do'kon, kiyim-kechak savdosi, kosmetika, kurslar, repertorlik, ustachilik, yetkazib berish, buyurtma asosida xizmat ko'rsatish. Bularning hammasi real daromad keltiradi. Agar siz faoliyatni rasmiylashtirmasangiz, karta tushumlari yig'ilib boradi va bir kuni katta savolga aylanadi. Men endi boshlagandim degan gap qisqa davr uchun tushunarli bo'lishi mumkin, lekin oylar davomida muntazam tushum bo'lsa, rasmiylashish haqida o'ylash shart. 7-nozik jihat. Chet eldan pul o'tkazmalari, mehnat migrantlari, qarindoshlar, hamkorlar yoki chet eldagi mijozlardan pul kelishi mumkin. Bunda ham manba muhim. Agar akangiz Rossiya, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatdan oilaga pul yuborsa, bu odatiy oilaviy yordam bo'lishi mumkin. Lekin katta summalar, tez va turli odamlar nomidan kelayotgan o'tkazmalar savol tug'diradi. Ayniqsa pul keyin ko'chmas mulk xaridiga yo'naltirilsa, yuborgan odam kim? Nima asosda yubordi? Qarzmi, hadyami, hamkorlik to'lovimi? Bular aniq bo'lishi kerak. 8-nozik jihat, eski hujjatlarni yo'qotish. Ko'pchilik bunga 5 yil bo'ldi. Endi kim so'raydi deydi. Lekin mulk va katta pul masalalarida eski hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. Uy oldi sotish shartnomasi, qarz tilxati, meros hujjati, hadya shartnomasi, bank ko'chirmasi, ijara shartnomasi, tadbirkorlik daromadi bo'yicha hisobotlar. Bularning hammasini saqlash kerak. Hujjat yo'qolsa, nusxasini olishga harakat qilish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam bank kartalaringizdagi harakatlarni ko'rib chiqing. Oxirgi 6 oy yoki 12 oy bo'yicha ko'chirma oling. Qaysi tushumlar oylik maosh, qaysilari qarindosh yordami, qaysilari qarz, qaysilari savdo yoki xizmatdan kelganini ajrating. Agar o'zingiz ham tushunmaydigan o'tkazmalar ko'p bo'lsa, bu tartibga keltirish kerak bo'lgan signal. 2-qadam. Kartangizni shaxsiy va ish maqsadida aralashtirmang. Agar siz savdo yoki xizmat qilsangiz, faoliyat turiga qarab rasmiy maqomni tanlang. Yakka tartibdagi tadbirkor, o'zini o'zi band qilgan shaxs yoki yuridik shaxs shakli. Qaysi biri sizga mos kelishini soliq organi, bank yoki buxgalter bilan maslahat qilib aniqlang. Shaxsiy kartaga hamma narsani qabul qilish bugun qulay ko'rinadi, lekin keyin hisob-kitobni chalkashtiradi. 3-qadam. Pul o'tkazmalarida izoh yozishni odat qiling. Agar qarz bersangiz, shunchaki karta orqali yuborib qo'ymang. Kamida yozma tilxat qiling. Yaxshi katta summalarda notarial tartibni ko'rib chiqing. Bank izohida qarz berildi yoki qarz qaytarildi deb yozing. Agar ijara bo'lsa, oyini va manzilini ko'rsating. Agar hadya bo'lsa, katta summalarda hadya hujjatini rasmiylashtirish haqida o'ylang. 4-qadam. Ko'chmas mulk hujjatlarini tekshiring. Kadastr hujjati, egalik huquqi, notarial shartnoma, ulushlar, manzil, maydon foydalanish maqsad to'g'ri ekanini ko'ring. Agar hujjatda eski familiya, noto'g'ri maydon, meros bo'yicha tugallanmagan ish yoki ulush bo'yicha kelishmovchilik bo'lsa, uni ortga surmang. Kadastr organiga, notariusga yoki malakali yuristga murojaat qiling. Hujjatdagi kichik xato ham sotish, garovga qo'yish. Meros yoki tekshiruv paytida katta muammoga aylanishi mumkin. 5-qadam. Ijara masalasini rasmiylashtiring. Agar uyingizni yoki noturar joyingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Shartnomada tomonlar, manzil, ijara muddati, oylik to'lov, kommunal xarajatlarni kim to'lashi, depozit, ta'mirlash, muddatdan oldin chiqish shartlari aniq yozilsin. To'lovni imkon qadar bank orqali qabul qiling va izoh to'g'ri bo'lsin. Bu sizni ham, ijarachini ham himoya qiladi. 6-qadam. Katta xarid oldidan pul manbasini tayyorlang. U yer, avtomobil yoki qimmatbaho obyekt sotib olmoqchi bo'lsangiz, pul qayerdan kelganini oldindan tartibga soling. Eski mulk sotilgan bo'lsa, shartnomani saqlang. Qarindosh yordam bergan bo'lsa,
Pulni bank orqali o'tkazib maqsadini yozdiring. Qarz bo'lsa shartnoma qiling. Chet eldan kelgan pul bo'lsa o'tkazma hujjatlarini saqlang. Keyin savol berilganda siz vahimaga tushmaysiz. Tayyor papkangiz bo'ladi. 7-qadam hujjatlar papkasini yarating. Men har bir oilaga buni tavsiya qilaman. Alohida papkada pasport nusxalari, stil yoki identifikatsiya ma'lumotlari, mulk hujjatlari, oldi sotdi shartnomalari, ijara shartnomalari, bank ko'chirmalari, qarz tilxatlari, meros va hadya hujjatlari, tadbirkorlikka oid hujjatlar tursin. Elektron nusxasini ham saqlang. Telefon almashtirilsa yoki qog'oz yo'qolsa, elektron variant yordam beradi. 8-qadam shubhali takliflardan voz keching. Kartangizdan pul o'tkazib beramiz. Sizga foiz beramiz. Nomingizga uy rasmiylashtirib turamiz. Firmamizga karta kerak. Bir kunlik pul aylantiramiz degan gaplar juda xavfli. Siz oson daromad deb o'ylashingiz mumkin, lekin keyin soliq, qarz, jinoyat ishi yoki fuqarolik nizosi bo'yicha javobgar bo'lib qolishingiz mumkin. Hech qachon o'z nomingiz, kartangiz va mulkingizni begona odamlarning sxemalariga bermang. 9-qadam, agar allaqachon muammo bo'lsa, yashirmang, tartibga soling. Masalan, siz bir necha yil ijara bergansiz, lekin shartnoma qilmagansiz yoki shaxsiy kartangizga biznes tushumlari kelgan. Bunday holatda eng yomon yo'l hammasini inkor qilish. Eng to'g'ri yo'l buxgalter, soliq maslahatchisi yoki yurist bilan gaplashib, qanday qilib qonuniy tartibga keltirishni aniqlashdir. Har bir holat alohida baholanadi. Shuning uchun umumiy gap bilan cheklanmaslik kerak. 10-qadam, oilangiz bilan moliyaviy intizom haqida gaplashing. Chunki ko'p muammolar bitta odamdan emas, butun oila odatdan kelib chiqadi. Ota farzand kartasidan foydalanadi, farzand onasi nomiga mulk oladi. Ukasining kartasiga mijozlardan pul qabul qiladi. Hamma bir-biriga ishongan bo'lsa ham rasmiy tizim buni oilaviy ishonch sifatida emas, pul harakati va mulk egaligi sifatida ko'radi. Shuning uchun har kim o'z kartasi, o'z daromadi va o'z majburiyatini aniq bilish kerak. Men yana bir muhim masalani aytaman. Oddiy odamning maqsadi tekshiruvdan qo'rqib yashash emas, o'z hayotini shaffof va tartibli qilish. Agar pulingiz halol bo'lsa, uni hujjat bilan ko'rsatishdan qo'rqmang. Agar xatolar bo'lsa, ularni vaqtida tuzating. Eng ko'p zarar keltiradigan narsa bu keyin ko'ramiz, hech kim bilmaydi, hamma shunday qiladi degan fikrlar. Hozirgi raqamli davrda bank o'tkazmalari, mulk reyestrlari, notarial bitimlar va soliq ma'lumotlari iz qoldiradi. Kim xavotirlanmasligi kerak degan savolga yakuniy javob shunday. Agar sizda rasmiy ish haqi bor, qo'shimcha daromadlaringiz qonuniy rasmiylashtirilgan, kartangizga tushadigan pullarning sababi aniq, ko'chmas mulkingiz hujjatlari joyida, ijara bo'lsa shartnomasi bor, katta xaridlar uchun pul manbasini ko'rsata olsangiz, vahima qilishga asos yo'q. Lekin kim ehtiyot bo'lish kerak? Kartasidan boshqa odamlar foydalanayotganlar, ijarani yashirib yurganlar, katta summalarni izohsiz aylantirayotganlar, mulkni boshqalar nomiga yozdirganlar, shaxsiy karta orqali doimiy savdo qilayotganlar va hujjatsiz qarz hadya ishlarini ko'paytirganlar. Bugungi ogohlantirishning mazmuni oddiy. Bank kartasi endi faqat plastik karta emas, u sizning moliyaviy tarixingiz. Ko'chmas mulk esa faqat yashash joyi emas. U katta qiymatga ega huquqiy aktiv. Har bir tushum, har bir katta xarid, har bir ijara to'lovi va har bir mulk hujjati keyin savol tug'dirishi yoki aksincha sizni himoya qilishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq kartalaringizdagi pul harakatini tekshiring, mulk hujjatlarini ko'rib chiqing. Ijara va qarz masalalarini yozma shaklga keltiring. Shubhali pul aylanishlariga aralashmang. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling va masalani kechiktirmang. Sizningcha bank kartalari va ko'chmas mulk bo'yicha bunday nazorat oddiy fuqarolar uchun foydalimi yoki ortiqcha qiyinchilikmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda bunday muhim mavzularni yana oddiy tilda tushuntirib beraman.